Diqqat aholiga shoshilinch tezkor xabar. O'zgidromet hafta boshidan boshlab O'zbekistonga yana sovuq va qorli kunlar kirib kelishini ma'lum qildi. Barcha fuqarolar tezda xabardor bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Kechki yangiliklarimizdan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling. O'zbekistonda hafta boshidan havo harorati o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim hududlarda yomg'ir va qor yog'ishi kutilmoqda. 9-11 fevral kunlari respublikaning ko'plab viloyatlarida yog'ingarchilik kuzatiladi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida 9-11 fevral kunlari ba'zi joylarga yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 3-10 daraja iliq, kunduz kunlari esa 8-17 daraja iliq bo'ladi. Ayrim hududlarda shamolning tezligi 20-22 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida ham yog'ingarchilik kutilmoqda. Havo harorati 5-10 daraja sovuq kechasi, kunduzi esa 10 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida vaqti bilan yomg'ir va qor yog'adi. Ayrim joylarda kuchli yog'ingarchilik bo'lishi kutilmoqda. Harorat tog'li hududlarda kechasi 13 daraja sovuq, kunduz kunlari 3 daraja iliq bo'ladi, deyiladi xabarda.